Bozorga boring, kilosini 2,5 ming so'mdan mayda piyozlab oling. Boshi dumini olib, po'stlardan ajratib oling. Oppoqqina mayda piyozlarni yaxshilab yuvib olib, sterilizatsiya qilgan bankalarga solib chiqing. 10 donadan qora murch, 5 donadan chesnok solib, ustidan qaynab turgan suvni soling-u, qopqonlarini yopib oling. To pomidor soklarini chiqarib olgunimizcha, oppoqqina piyozchalarimiz suv hammomida damab turishadi. Darrov kommentga o'tib, buni hamma biladi-ku deb yozmanglar. Hali buni qilib ko'rmagan yosh kelalarimiz anchagina. 4 ta banka qilsa ham qaynonasini maqtovlarga qolib ketishadi. Pomidorlarni yaxshilab yuvib, bir zumda soklarini chiqarib olamiz. To'liq retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Tayyor pomidor soklarini qaynatishga qo'yib, qaynab chiqqandan keyin yana 10 daqiqa qaynatamiz. Bu orada piyozlarning soklarini to'kib olamiz. Tayyor bo'lgan pomidor soklarini bankalarga solib chiqamiz. Ustidan 1 osh qoshiqdan tuz, 1 osh qoshiqdan shakar va 1 osh qoshiqdan 70% uksuzdan solib chiqamiz. Oldindan qaynatib olgan qopqoqlarni yopib, mahkam qilib bekitib olamiz. Juda ham mazali pomidor sokida karsillagan piyozlarimiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Birato'la stolingizga bavin ham olib qo'ying. Chunki hozir pomidor sezonida oshxonangizda birorta ham dog' bo'lmagan sochiqlar qolmaydi. Albatta doimo yoningizda bavi bo'lsa, tozalik ishlaringiz oson kechadi.